Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri yer va ko'chmas mulkni hisobga olish bo'yicha zamonaviy va raqamlashtirilgan kadastr tizimiga ega. Bugungi kunda shahar hududi qariyb 1439 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Bunda yirik hudud va ko'chmas mulk obyektlarini samarali boshqarishda kadastr tizimi muhim o'rin tutadi. Sankt-Peterburgda kadastr tizimi Rossiyaning yagona davlat ko'chmas mulk reyestri asosida shakllantirilgan. Ushbu tizim orqali har bir yer uchastkasi, bino, inshoot va xonadon alohida kadastr raqami bilan ro'yxatga olinadi. Shahardagi barcha obyektlarning kadastr raqamlari 78 kodi bilan boshlanadi. Kadastr tizimini yuritish Rosreyestr tomonidan amalga oshiriladi. Yer maydoni, obyekt chegaralari, kadastr qiymati va mulk huquqiga oid ma'lumotlar yagona elektron bazada saqlanadi. Bu esa ma'lumotlarning aniqligi va shaffofligini ta'minlaydi. Fuqarolar va tadbirkorlar ko'chmas mulk haqidagi ma'lumotlarni Rosreyestrning ochiq kadastr xaritasi hamda davlat xizmatlari portali orqali onlayn olishi mumkin. Bir necha daqiqa ichida yer uchastkasining maydoni, chegaralari va huquqiy holati haqida ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Mutaxassislarning fikricha, kadastr hisobi va mulk huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarining yagona tizimga birlashtirilgani yer resurslarida oqilona foydalanish, mulk huquqlarini himoya qilish va davlat xizmatlari sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sankt-Peterburg tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va yagona axborot bazasiga asoslangan kadastr tizimi hududlarni samarali boshqarish hamda fuqarolar uchun qulay va shaffof xizmatlarni tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Sankt-Peterburg iqlimi mo'tadil va nam bo'lib, yoz oylarida mashhur oq tunlar hodisasi kuzatiladi. Bu davrda quyosh deyarli botmaydi va tunlar yorug' bo'lib qoladi. Yashil hududlar, bog'lar va suv havzalari Sankt-Peterburgga o'ziga xos tabiat manzarasini baxsh etadi.